Xo'p, o'rtoqlar, yana bir bora hammaga assalomu alaykum. Va nihoyat biz start berdik. BYD Seal 6 DMI dvigateli bilan, ya'ni gibrid dvigateli bilan harakatlanmoqdamiz. Lekin men bu mashinani olsam, men bunaqa sekin yurmayman bunda. Dinamikasi zo'r ekan. Dinamikasi hadoylari hozir o'tdi-ku bir ikkita chuqurlardan. Yumshoqligi anaqasi qanaqasi o'ziga. Zo'r, shu har tomonlama yoqyapti-da menga hozir. Menga bitta narsa qiziq bo'lyapti-da. Menga hech qaysi mashinani zavodskoy razmerdagi disklari yoqmaydi. Ko'pchilik diska deydi-yu, bu ham noto'g'ri o'zi. Diska degan so'z yo'q, disk bor. Chunki u narsa ruslardan kirib kelganda bizga. O'zbeklar diski deya olmaganda, diska bo'lib ketib qolgan. Diska. Ha. Shevaga chapishib ketib qolganda, zamon. Shevaga emas-u, anaqa bo'lib qolganda, noto'g'ri talaffuzda, noto'g'ri eshitgan. Diski desa, o'zbeklar ko'pchilik diska deyapti deb o'ylaganda, diski deganda во множественном числе gapirishganda, ruslardan kelganda, ya diski поменял. Надо диски покрасить deyishardi-da. Ya'ni bo'yash kerak. O'sha yerda hamma narsa boshlangan. O'shandan keyin diska bo'lib ketdi-da. O'zi diska degan so'zi yo'q, disk. Disk o'zini, disklari. Diski deganda disklari degan ma'noni anglatardi-da. O'sha diska bo'lib ketdi. Endi disk so'zini o'zbek tiliga tarjima qila olmaysan. Bo'ldi, u o'zlashtirma so'z bo'ladi. Butun dunyoda diskligicha qoladi.